Assalomu alaykum tumandoshlar, men Rahimjon Suhrobjon. Yoshlar ishlar bo'limi tomonidan 2025-yil 1-oylikda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha axborot bermoqchiman. Tumanda 34 ta mahalla mavjud bo'lib, 34 ta mahallada yoshlar yetakchilari 2025-yil boshida yoshlarni xatlovdan o'tkazdi hamda xatlov natijasiga ko'ra 14-30 yoshdagilar 22.910 nafar, shundan ayollar 10.788 nafarni tashkil etmoqda. Xatlov natijasida yoshlar balans shakllantirib, yoshlar balansida 3 ta toifaga, yaxshi, o'rta hamda qizil toifalarga yoshlar bo'lib olindi. Bunda yaxshi toifamiz 18.006 nafar, o'rta toifamiz 4.900 nafar, qizil toifadagi 241 nafar yoshlar huquq-tartibot organlariga biriktirildi hamda ular bilan individual ishlar yo'lga qo'yildi. Yoshlar yetakchi tavsiyasiga asosan 2025-yil 1-oylik mobaynida 46 nafar yoshlar daftariga kiritilib, yoshlarga yordam ko'rsatildi. Misol uchun, yoshlarning doimiy bandligini ta'minlash, kredit mablag'lari ajratilishi hamda tibbiy xizmatga ehtiyoj bo'lgan yoshlarga tibbiy ehtiyojlarni qoplab berildi. Yoshlar balansi asosida joriy yilda 351 nafar ishsiz yoshlar ro'yxatlari shakllantirilib olinib, respublika, viloyat hamda tuman tashkilot rahbarlariga nomma-nom biriktirilib, bandlik ta'minlash maqsadida ishlar boshlanib, biriktirilgan rahbarlar yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etib kelmoqda. Yoshlar yetakchilari tomonidan xonadon-xonadon xatlov ishlari orqali 175 nafar xorijdagi yoshlar balansi shakllantirilib, ular bilan doimiy muloqotlar o'rnatildi. Xorijiy mehnat migratsiyasidan 2025-yil 1-oylik mobaynida 12 nafar yoshlar qaytarilib, 8 nafar yoshlarning doimiy bandliklari ta'minlandi. Tarbiyasi og'ir yoshlar harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularning manzilli ishlash maqsadida viloyatdagi 532-sonli harbiy qismda 10 kunlik maxsus dastur asosida Jasorat maktabi harbiy qismiga 12 nafar yoshlar qamrab olindi. 5 tashabbus olimpiadasiga 2025-yilda ishtirok etish uchun 53.302 nafar yoshlar onlayn ro'yxatdan o'tkazildi. Kelgusida yoshlar ishlar bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborotlarni taqdim etib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.